60 oy muddatga o'zini narxini bo'lib to'lashga bitta pasport evaziga 12 hamda trekerlar berayotgan haqida ma'lumotni olgan edik, video qilgan edik. Endi ko'proq savollar bo'ldi kommentariyada. Aniq, tiniq ma'lumotlarni bering. Qaysi pozitsiyasiga qancha pul to'lamiz? O'zini tan narxi necha pul, oyma-oy necha pul to'ladi? Necha foizdan necha foizgacha boshlang'ich to'lov bo'ladi degan savollar ko'p bo'lgani uchun qayta video olyapmiz. Bu videoda to'liq bo'ladi. Hamma pozitsiyasiga birma-bir yondashamiz. Bu pozitsiyaga boshlang'ich buncha to'lanadi, oyma-oy buncha bo'ladi. Xudo xolasa to'liq video bo'ladi. Sizlar bittadan like bosib turib, qanaqa mashinalarga yana ham aksiyalar bo'lsin, necha oyga qilib bersin, 0% dan boshlang'ich to'lovsiz qilib bersinmi? Kommentariyaga yozib qoldiring, biz boshlaymiz. Hozir salonda xodimidan Xudo xolasa to'liq ma'lumotni olishni boshlaymiz. Aka, boshlayveramizmi? Boshladik aka. Aka, necha xil pozitsiyamizda bu aksiyalarimiz amal qilyapti? Hamma pozitsiyaga amal qilyaptimi? Hamma pozitsiyasiga amal qiladi. Hamma pozitsiyasiga amal qilyapti ekan. Endi aka, birinchi boshlaymiz. 12si eng arzon pozitsiyasiga boshlang'ich necha foizdan necha foizgacha to'lab, oyma-oy necha puldan chiqadi, bir boshdan tushuntirib bersangiz. Bo'ldi aka. Birinchi pozitsiyamiz aka LS deyiladi. Bizning narxi 176 million tan narxi. Tan narxi o'zida, ha. 176. Bularga boshlang'ich to'lov agar 30% ga olinadigan bo'lsa, 53 million 70 ming to'lov qilinadi. Uni endi oylik rassrochka qolgan summasini hisob-kitob qilsak, 123 million qoladi. U endi oylik to'lov 30 oyga 3 million 439 mingdan chiqadi. Oylik to'lov 30 oyga. Bu LS pozitsiyasi. Bundan keyingi pozitsiyasi ham bor-a? Bor. U ham mexanika, undan farq qiladigani, unda orqaga yursa kameralari bo'ladi, patroniklari bo'ladi, keyin ichlarida dizaynda farq qiladi. Unimizning narxi 184 million 750 ming. Tan narxi. Tan narxi. Uni endi boshlang'ich to'lovimiz bo'lsa, 36 oyga olinsa 55 million 425 ming bo'ladi. 30% bo'ladi bu. Bu 30% to'lov boshlang'ich to'lov, ha. Endi qolgan summamiz 129 million 325 ming qoladi. Oylik to'lov bo'ladigan bo'lsa 3 million 592 mingdan tushadi 36 oyga. 36 oy davomida. Xo'p, turbo varianti aka. LTZ turbo variantimiz mana ko'rishimiz mumkin. Hozir mana shu turibdi. Bunimizning narxi 199 million 899 ming. Xuddi shu. Xuddi shunisi, ha. 59 million 969 ming to'lanadi. To'g'rirog'i 36 oyga olinadigan bo'lsa, 139 million oylik qoladi summasi. Endi oylik to'lovga keladigan bo'lsak, 36 oyga 3 million 886 milliondan chiqadi. Chiqadi. Primer ham bor-a? Nimada? Primerimiz ham narxlari 66 oyga ham olsa bo'ladi, 36 oyga olsa ham bo'ladi. Albatta, primerimizning narxi endi 221 million 640 ming. Agar 36 oyga boshlang'ich 30% ni to'lab olinadigan bo'lsa, boshlang'ich 66 million 492 ming to'lanadi. Qolgan summamiz bo'ladigan bo'lsa 155 million 148 ming qoladi. Endi u oylik to'lovini hisoblaydigan bo'lsa 4 million 309 mingdan 36 oyga to'lov amalga oshiriladi. To'lov amalga oshiriladi. Zo'r aka. Endi redline ham bormi? Redlineimiz nari tarafda turibdi. Unimizning narxiga keladigan bo'lsa, tan narxi 230 million 624 ming. Endi unga agar 30% ga to'lanadigan bo'lsa, boshlang'ich 69 million 187 ming to'lanadi. Qolgan summamiz bo'lsa 161 million 437 ming qolsa, oylik to'lovga 36 oyga hisob-kitob qilinganda 4 million 484 milliondan 36 oyga oylik to'lov kelib chiqadi. 36 oyga kelib chiqaveradi. Endi buni 40% ni to'lashsa qanaqa bo'ladi? Endi 40% ni to'lanadigan bo'lsa, birinchisidan boshlay qolamiz. 176 million 900 li o'sa tan narxli mashinamiz LS. Boshlang'ich to'lovi 70 million to'lanadi. Zo'r. Qolgan summamiz bo'lsa 160 million 140 ming qoladi. Endi uni oylik to'lovini hisob-kitob qiladigan bo'lsak, 40% to'lansa, 44 oyga berilsa, 2 million 412 mingdan oylik to'lov kelib chiqadi. Zo'r. Endi ikkinchi mexanikamizga keladigan bo'lsak, 184 million deb aytildi narxi. Boshlang'ich summamiz 40% ga agar to'lanadigan bo'lsa, 73 million 900 dan chiqadi. Zo'r aka, gapiravering. 73 million 900 dan chiqqandan keyin aka 110 million 850 ming qoladi rassrochkaga. Endi uni oylik to'lovimiz 40 oyga, 44 oyga to'g'rirog'i 2 million 519 mingdan oylik to'lov kelib chiqadi. 2 million 519 mingdan chiqaveradi. Endi LTZ turboyimizga keladigan bo'lsak aka, boshlang'ich narxi aytildi 199 million 899 ming. 40% ga to'lanadigan bo'lsa 79 million 959 ming chiqadi boshlang'ich to'lovimiz. Endi oylik to'lov bo'ladigan bo'lsa 40% ga 44 oyga 2 million 725 mingdan chiqadi. Hech qanaqa foizlarsiz, kredit bas bu rassrochka o'zini narxini bo'lib to'lashdi. Endi primerga keladigan bo'lsa, primerimizdan o'sha 221 million deyildi. Boshlang'ich 40% to'lanadigan bo'lsa 88 million 656 ming pul to'lanadi. Oylik to'lovlarimizga keladigan bo'lsa 44 oyga 3 million 22 mingdan oylik to'lov kelib chiqadi. Zo'r. Redline ham bormi? Redlineimiz ham bor. Redlineimizning narxi endi hozir aytdim 230 million.
Endi uni 40% to'lanadigan bo'lsa 92 million 249 mingdan chiqadi. Qolgan summamiz 44 oyga 3 million 144 mingdan oylik to'lov kelib chiqadi. Oylik to'lov kelib chiqaveradi. Xo'p, buni endi 60 oyga qanaqa bo'ladi aka? 60 oyga ham endi aytganimdek LSdan boshlasak, LSimiz o'sha aytganimdek 176 million, boshlang'ich 50% ga agar olinsa 55 oy muddatga beriladi. LSda boshlang'ich to'lovi 50% ga to'lansa 88 million 450 ming to'lanadi. Keyin qolgan summamiz ham o'sha yarmi bo'lganda 88 million 450 ming. Keyin oylik to'lov bo'lsa 1 million 608 mingdan 55 oyga chiqadi. 1 million 600 mingdan bemalol olsa bo'ladi, 60 oyga. 60 oyga. 55 oyga. 55 oyga. 55 oyga. Xo'p, 60 oyga olishlari uchun 60% to'lashlari kerak. Albatta. Zo'r aka. Endi ikkinchi mexanikamiz aytadigan bo'lsak, aytib o'tganimizdek 184 million narxini aytildi. 50% to'langanda 92 million 375 ming to'lanadi. Qolgan endi oylik to'lovimiz 55 oyga bo'ladigan bo'lsa 1 million 679 mingdan chiqadi. Bu LS pozitsiya. Albatta. Turbochi aka, LTZ turbo. LTZ turboyimiz bo'lsa aka 1 million 999 ming deb aytildi. Yarmini to'lashganda 99 million 949 ming to'lanadi. Qolgan summamiz oylik to'lovi bo'lsa 55 oyga 1 million 817 mingdan chiqadi. Zo'r aka. Bu primer pozitsiya. Albatta. Xuddi shuni 50% ni to'lashsa necha puldan chiqadi? Bunimiz narxi aytib o'tganimdek 221 million, boshlang'ich 110 million 820 ming to'lov qilinadi. Endi oylik to'lov 55 oyga bo'lsa 2 million 14 mingdan oylik to'lov kelib chiqadi. 2 million 14 mingdan 55 oyga. Redline-chi aka? Redline'imiz endi yana narxini aytib o'tib ketaman. 230 million, boshlang'ich to'lovi esa 115 million 312 ming to'lanadi. 50%. Ha, qolgan 55 oyga bo'lib chiqqanimizda 2 million 96 mingdan oylik to'lov kelib chiqadi. Zo'r aka. 55 oyga bemalol 10x ladi 50% to'lagan holatda qolganini arzimagan pulga bo'lib to'lab olish imkoniyati bor ekan. Yangilik ekan do'stlar. Bittadan like bosib, qaysi mashinaga shunaqa imkoniyatlar yana bo'lsin deb albatta yozib qoldiringlar. Biz endi 60 oyga qanaqa qilib olsa bo'ladi? Shu haqida gaplashamiz. Bo'ldi. Mexanikadan boshlaydigan bo'lsak, birinchi mexanikamiz 176 million narxlisi. Boshlang'ich 60 oy foizga olinadigan bo'lsa, 60 oyga berilyapti. Boshlang'ich to'lovi bunda 106 million 140 ming to'lanadi. Qolgan summamiz bo'lsa 60 oyga 1 million 179 mingdan oylik to'lov kelib chiqadi. 60 oyga. Zo'r. Endi ikkinchi mexanikamizga o'tadigan bo'lsak, 184 million deb narx belgilanganda, bunga boshlang'ich to'lov 110 million 850 ming to'lanadi. Qolgan summamiz 60 oyga bo'lsa 1 million 231 mingdan to'lov kelib chiqadi. 1 million 231 mingdan kelib chiqadi. Albatta. Endi LTZ turboyimizga o'tadigan bo'lsak, buni narxi yana 199 million 899 ming. Boshlang'ich 60% ga to'lanadigan bo'lsa 119 million 939 ming to'lanadi. Oylik to'lov 60 oyga bo'ladigan bo'lsa 1 million 332 ming kelib chiqadi atiga. Zo'r aka. Endi primerimizga o'tadigan bo'lsak 221 millionida uni endi 60% 132 million 984 ming so'm bo'lib chiqadi. Zo'r. 60 oyga bo'ladigan bo'lsa 1 million 477 ming oylik to'lov kelib chiqadi bunga. Zo'r. Endi redline'imiz aytsa 230 million 624 ming. Endi buni yarim narxini to'lanadigan 60% ni to'langanda 138 million 374 ming kelib chiqadi. Oylik to'lovimiz bo'lsa 1 million 537 mingdan to'g'ri keladi har bir o'sha 60 oyga. Zo'r aka. Xo'p, bu hozir 10x lar haqida batafsil ma'lumotni berdik. Albatta 60 oygacha birin-ketinda berildi har bir pozitsiyasi uchun. Xo'p, aka, labolarga ham rasulchka bormi? Labolarimizga afsuski rasulchka yo'q, ular naqd to'lovdir. Naqd to'lovda. Necha pul kutishadimi, kutishmaydimi, olib ketisharadimi? 96 million 370 ming naqd bizga to'lovni qilinsa, xohlaganlarni tanlab olib ketishaveradi. Olib ketishaveradi. Naqdda Damaslarga rasulchka bormi? Bor rasulchkalarimiz. Qanaqa bo'ladi aka shartlar? Eski naqasida qolgan, boshlang'ich 50% to'lasa 22 oyga, 30% to'lasa 13 oyga bo'lib to'lashga berilyapti. 13 oyga bo'lib to'lasa bo'laveradi. Xo'p, aka, ichkarida yana qanaqa mashinalar bor? Ichkarida endi 10x Trackerlarimiz bordi. 10x Tracker bor, Captiva bor. 5 Malibu'miz ham bor. Captiva 5 ga ham rasulchka ochilgan-a? Ochildi aka, bunga ham rasulchka. Uni ham bo'lib to'lashga olsa bo'ladi. Ha, olsa bo'ladi. Uni ham ichkarida batafsil ko'rib chiqamiz. Cobaltni ham bo'lib to'lashga qilib yubordilarmi? Cobaltlarimiz faqat naqd to'lovga hozir. Ha, naqd to'lovga. Shartnoma yo'q hozir. Shartnoma kelib qoladi, bizda hozir yo'q, lekin keladi Cobalt avtomobili. Do'stlar, bittadan like bosib qo'yinglar. Xo'p, Captiva 5 ni qanaqa qilib olishadi rasulchkaga? Rasulchkaga yo'q-a Captiva 5. Rasulchkamiz bor. Telefon qilishadi. Telefon qilishadi. Mashpastga raqamlar qoldirib qo'yapman, bemalol tushuntirib beraverasiz. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar qaysi mashinani olmoqchisizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Eng yaxshi mashina O'zbekiston bo'yicha qaysi? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Kimga qanaqa mashina olib berishni niyat qilgansiz?
Albatta buni ham yozib qoldirish esdan chiqmasin. Yangi bo'lsa ham podpisatsiya bosinglar, like bosinglar, salomat bo'linglar.